Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Tajvid darslaridan birinchi darsimiz. Bu darsda to'g'ridan to'g'ri maxrajlardan, harflar maxrajlaridan boshlaymiz va kitobning oldingi sahifalaridagi nazariy qismda ko'pchilikka zerikarli bo'lib qolmasligi uchun tashlab o'tib ketyapman va ularda bor kerakli ma'lumotlarni qolgan darslar davomida aytib tushuntirib o'tib ketaman o'rni kelganida. Ya'ni qolib ketib qolmaydi. Arab harflarining chiqish joylari, maxrajlari, maxorijul huruf deyiladi. Ya'ni bu harflarni chiqish joylari. Qaysi harf qayerdan chiqishini o'rgatadi. Bizda umumiy 5 ta katta maxrajlar bor. 5 ta katta maxrajlar bor. Katta maxraj degani jami maxrajlar soni 17 ta. Lekin ularni kattaroq guruhlar qilib 5 ga bo'lingan. Bu ma'lumotni qaysidir kitobda, ma'lumotda 4 ta ko'rishingiz mumkin. Umumiy katta maxrajlarda va jami maxrajlar soni 17 tadan boshqa bo'lishi mumkin. Bu ulamolarda tushuntirishda tutgan yo'li. Oxiri borib hammasi bitta narsani o'rgatadi. Bu xuddi qutini ichiga qutini joylab qo'yish yoki har bitta qutini chiqarib alohida ko'rsatishga o'xshaydi. Baribir oxiri borib bitta narsani o'rgatadi. Mana shu 5 ta katta maxrajlardan boshlaymiz. Bular javf, halqum, til harflari, ya'ni til, ikki lab, xoyshum. Bularda ichidagi javf va xoyshum, ya'ni o'zbek tilida yo'qligi uchun notanish ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Tushuntirib o'tib ketaman. Har biriga alohida to'xtalib, qayerdaligini ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchisi javf. Bu og'iz va halqum boshlig'i. Halqum mana bu ko'k binafsha rangda belgilangan qism, og'iz boshlig'i mana bu yashilda belgilangan qism. Shu ikkalasi birgalikda javfni tashkil qiladi. Endi bizdagi keyingi katta maxraj bu halqum. Halqum bu ko'pchilikka tanish, deyarli hamma biladi. Bu rasmdagi ko'k va binafsha rangda, ko'k binafsha rangda belgilangan qism. Shu halqum. Halqum harflariga alohida to'xtalamiz. Hozircha aynan joylarda ko'rsatib o'tib ketaman. Endi til harflari, ya'ni til, buni hamma biladi. Shu qism. Faqat o'zbek tili bilan arab tilidagi farq, arab tilida ayrim harflarda tilni orqa qismi, tilni yon tomonlari ishlaydi. Bularga ham alohida to'xtalamiz. Undan keyingisi lablar, yuqorgi va pastki lablar. Buni ham hamma biladi, bunda ham muammo yo'q. Va harflariga ham alohida to'xtalamiz. Xoyshum, buni ismidan ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin aslida bu bizning tildagi dimog', burun bo'shlig'i. Mana shu qism. Tushunarli? Xoyshum u arabcha nomi, bizdagi dimog', burun bo'shlig'i. Aslida bu yerda hech qanaqangi notanish joy yo'q, faqat arab harflaridan, arab tilidagi so'zlardan to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilganiga notanishga o'xshab ko'rinishi mumkin. Mana shu joylar asosiy maxrajlar hisoblanadi 5 ta. Endi bularni har biriga batafsil to'xtalamiz. Birinchi katta maxraj javf. Buni aytib o'tdik, halqum va og'iz bo'shlig'i. Bu yerdan tabiiy madlar alif, vav, ya bularda o'rgangan edik. Ikki harakat cho'ziladigan harflar, ya'ni tabiiy madlar. Misol uchun a, i, u yoki b, bi, bu deb ikki harakat cho'zilgandagi tovushlar mana shu javfdan, halqum va og'iz bo'shlig'idan chiqadi. Keyingi katta maxraj halqum. Halqumdan 6 ta harf talaffuz qilinadi. Bularni ham 3 ga bo'lib, o'rta, yuqori, pastki qismlarga bo'lib, ikkitadan 6 ta harf chiqadi. Bu rasmda qaraydigan bo'lsak aniqroq, eng ostki qismidan ha va hamza chiqadi. Hamza ha va o'rta qismidan ayn, ha harflari chiqadi. Halqum o'rtasidan. Va halqumning eng yuqori qismidan g'oyn, xo. Yodlash uchun hamza ha, ayn ha, g'oyn xo. 3 ta h harfi mana shu halqumdan chiqadi. 3 ga bo'linib. Birinchisidan, eng pastki qismidan ha, o'rtasidan ha, yuqorisidan xo. Halqumni eng tubi, ostki qismidan chiqadigan ha va hamza harflari.
mana shu rasmda ularda qanday holatda ko'rinishi ko'rsatilgan. Misol uchun bu tovush boylamlari, tovush paychalari. Mana shuni h harfini talaffuz qilinib turgandagi holati ozgina ochiqroq holatda bo'ladi. Ha, he, ho deganda va hamzani talaffuz qilinib turganda ozgina h ga qaraganda yopiqroq holatda turadi. Va sukunli holatda hamzani talaffuz qilinganda bu yopiladi. Shuning uchun ro, yo yoki mu'min deganda to'liq qisilib tebranish beradi. Demak, halqumning eng ostki qismidan hamza, ha harflari chiqdi. O'rta qismidan bu juda ko'pchilikda qiyin bo'ladigan harflar ayn va ha harflari. Bu halqumning o'rtasi hiqildoq tog'ayi qismiga to'g'ri keladi. Mana shu harflarni talaffuz qilinib turgan paytda hiqildoq qisilganini his qilasiz. Mana shu yerda qisilishi kerak. Bu yerda taxminan aytib o'tilinyapti. 50% ga qisilganda h harfi o'sha joy ozgina ko'proq 70% ga qisiladigan bo'lsa, ayn harfi bo'ladi. Buni ko'proq qisadigan bo'lsak, ana shunday. O'rta qismidan ayn va ha harflari chiqdi. Halqumni eng yuqori qismidan g'oyn va xo harflari chiqdi. Tilni orqa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, ozgina ko'tarilib, o'sha halqum bo'shlig'iga qarab surilib, ozgina qisiladi. G'oyn, xo. Endi keyingi makhrajlarimiz bu til makhrajlari. Bunda birinchisi qof harfi. Qof harfining makhraji. Tilni yuqori qismi bilan yumshoq tanglay. Yumshoq tanglay mana bu qism. Mana shu qism yumshoq tanglay deyiladi va tilni yuqori qismi endi bizda orqa tomoni. Shu ikkalasini bir-birini qarama-qarshisi. Qof harfi mana shu joydan talaffuz qilinadi. Keyingi bunga yaqin harf bu kaf harfi. Qof harfiga qaraydigan bo'lsak, bu ozgina bu tomondan, ya'ni orqaroqdan chiqyapti, tilning orqa qismi anchayin ko'tarilyapti. Kaf harfida bo'lsa, tilning orqa qismi emas, o'rta qismi ko'proq ishlaydi. Ya'ni qof harfidan oldinroqdan chiqadi. Bitta joydan chiqmaydi. Kaf harfi o'zbek tilidagi k harfidan ozgina farqi bor. Nisbatan orqaroqda talaffuz qilinadi kaf harfi. Bizda ozgina yengilroq, bo'shroq talaffuz qilinsa ham bo'ladi, lekin arab tilida aniq chiqishi uchun nisbatan orqaroqdan talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz bu jim harfi. Jim harfini makhraji til o'rtasi va yuqori tanglay. Mana shu joydan chiqyapti. Bu jim harfini o'zbek tilidagidan farqi, ya'ni o'zbek tilidagi j harfidan farqi, bu ham nisbatan orqaroqdan, ya'ni tilni o'rtaroq qismidan chiqadi. Bizdagi jim harfi oldinroqdan chiqadi. Shuning uchun ch harfiga ham o'xshabroq ketadi talaffuzda. Mana shu asosiy farqi o'zbek tilidan. Jim harfida nisbatan o'rtaroq qismi ishlayapti, o'zbek tilidagida oldinroq qismi ishlayapti. Mana shu joyda farq bor. Albatta yana qalqala sifati ham bor. Shin harfini makhraji. Jim harfini makhrajini yoni faqat tilni harakatida o'zgarish bor. Nisbatan oldi qismida bo'shliq bor, ochilish bor, havo chiqib ketishi uchun. Bunda ham til o'rtasi va yuqori tanglay. Faqat mana shu tilni shakllarida farq qilyapti. Ya harfining makhrajida ozgina orqaroqdan, jim va shin harflardan yana ham ozgina orqaroqdan talaffuz qilinadi. Ya, yi, yu, ay deganda mana shu ozgina yuqoriroqdan talaffuz qilinadi. Endi bu 3 ta harfni bitta qilib ko'rsatilyapti, tilning shakli qanday o'zgarishi. Dod harfining makhraji. Bu harf uchun alohida qisqa video ham qilingan va uzunroq video ham qilingan talaffuzi uchun. Bunda ham to'xtalib o'tib ketamiz chiqarish qiyinligi uchun. Harf makhraji, dod harfining makhraji bu ko'k bilan belgilangan qismlar. Tilni ikki yon tomoni va oziq tishlar shu mintaqadan chiqadi. Tilni ikki yon tomoni va oziq tishlar o'sha tilni yon tomoniga to'g'rima-to'g'ri keladigan qarama-qarshisidagi oziq tishlar. Bu sariqda belgilangan qism
til qattiq bosim bermaydi, lekin tegib turadi. Misol taynaga tegib turadi, lekin bosim bermaydi. Shunchaki havoni to'sish vazifasini bajaradi. Bu tomondagi rasmga qaraydigan bo'lsak, havo tovush tashqariga emas, balki mana shu ichkarida qoladi. Bosim ichkarida bo'ladi. Talaffuz qilinganda havo mana shunday xuddi ichkarida qolganday bo'ladi. Tashqariga otilib chiqmaydi. Chunki tilni uchki qismi, mana bu yerdagi uchki qismi havoni to'sib turish vazifasini bajaradi. Bosim yon tomonlarda bo'ladi. Mana shu ikki yon tomonlarda bo'ladi bosim. Do, di, do, el. Bu yerda yana ham aniqroq ko'rsatilgan tilni holatini. Sariq qismda bu faqat to'sib turish uchun, yashil qismdagilar esa bu bosim beriladigan qism. Ya'ni harf mahrajini asosiy qismi mana shu yashilda belgilangan qism. Ikkala tomondagi. Lam harfining mahraji. Bu harf mahraji tilning oldingi uch qismi va oldingi yon tomonlari. Mana shu qism. La, li, lu, al. Bu yerda mana qaysi qismga tegib turishi ko'rsatilgan. Tayinlaydagi qaysi qismga tegishi ko'rsatilgan. Lam harfi yo'g'on yoki ingichka o'qiladi. Bularga ham alohida to'xtaymiz. Faqat hozir mahrajlar darsi bo'lgani uchun ko'rsatib o'tib ketyapman. Ingichka yo'g'on degani qachondir la, qachondir lo o'qiladi. Misol uchun lahu deyilganda la o'qilinyapti, endi Alloh deyilganda lo o'qilinyapti. Mana shu holatdagida. Ingichka o'qilinganda, la o'qilinganda tilni orqa qismi yuqoriga ko'tarilmaydi. Lo o'qiladigan bo'lganda tilni orqa qismi yuqoriga ko'tariladi. Mana shu farqi. Nun harfining mahraji. Til oldi va uning ro'parasidagi milk. Yuqori oldingi tishlarda milk qismi. Va unga qo'shimcha ravishda bu dimog'. Burundan chiqadigan tovush ham, havo ham bunga sherik bo'ladi. Bir paytda ham tilni uchki qismi va unga tegib turgan milk va dimog'. Na, ni, nu, an. Ro harfining mahraji. Bu harf mahraji ham til oldi va uni ro'parasidagi milk. Nun harfiga o'xshash, bunda faqat dimog' ishtirok etmaydi. Ro harfi ham lam harfiga o'xshab yo'g'on yoki ingichka o'qilishi mumkin. Bunda ingichka o'qilinadigan bo'lganda tilni orqa qismi ko'tarilmaydi. Ri o'qilingan holatlarda, misol uchun. Agar ru yoki ro o'qilinadigan bo'lsa, tilni orqa qismi ko'tariladi. Mana shu farq. Ingichkada orqa qismi ko'tarilmaydi, yo'g'onda orqa qismi ko'tariladi. Ro, ri, ru, ar. 3 ta harf nun, lam, ro harflari mahrajdosh harflar bir-biriga juda yaqin. Shuning uchun bularda alohida ko'rsatib ketilyapti aynan qayerdan chiqishlari. Lam harfida asosan mana bu qirg'oqlar ishtirok etyapti. Nun harfida ozgina lam harfidan orqaroqda va o'rta qismi. Ro harfida esa mana shu belgilangan qismlar ishtirok etyapti. Bu yerda jim, shin, ya harflari, ozgina orqaroqda kaf va qof harflari, oxirrog'ida xo va g'oyin harflari. Dod harfini ko'rib o'tdik, bu ikki yon tomonlarligini. Keyingi mahrajdosh harflar. Bular to, dal, ta. Bularda ham mahrajlari hammasiniki bitta joy. Tepa oldingi tishlarni ildiz qismi, eng pastki qismi va tilni oldingi qismi. Bular mahraji bir xil. Bitta joydan chiqadi. Lekin bularni ajratishda endi sifatlar ajratib beradi. Harflarda yana sifatlarni o'rganamiz. Ana o'sha sifatlar bularni ajratib beradi. Keyingi mahrajdosh harflar sod, zay va sin harflari. Bu harflar mahraji mana bu qism. Til oldini tugash joyi va ikki oldinga tishga kiruvchi sirt qism, ya'ni pastki qism. Mana bu qism.
sod, zay, sin harflari. Bu harflarning ham farqlarini sifatlar mavzusida ajratib beriladi. Keyingi mahrajdosh harflar bu zo, zal, sa harflar. Bunda tilning oldi bilan tepa ikki old tishning uchlari. Yuqoriga mana bu tishlar ikki old tish va tilning oldingi qismi bu tomonda belgilab ko'rsatyapman. Ozgina til uchi mana shu oldingi tishlardan chiqadi. Zo, za, sa deb o'qilganda. Bunda sa va zal harflarida tilni orqa qismi ko'tarilmaydi. Zo harfida esa tilni orqa qismi ko'tariladi. Zo, zi, zo. Endi keyingi katta mahrajlardan bo'lgan lab mahrajiga ketib keldik. Lablardan talaffuz qilinadigan harflar bular 4 ta harflar. Mim, ba, vav, fa harflari. Birinchisi biz o'rganadiganimiz fa harfining mahraji. Bunda tepa ikki old tishning uchlari bilan pastki labning ichki qismi. Tepa old tishning uchlari mana bu qism va pastki lablarning ichki qismi mana bu qism. Ya'ni yuqoriga tishlar pastki lablarning ichki qismiga tegib turishi natijasida chiqadi. Fa, fi, fu, f. Bunga o'xshash vav harfi bizda o'zbek tilida v harfini mana shu arab tilidagi f harfini o'rnidan talaffuz qilib aytamiz. Vav harfi arab tilida o'zbek tilidagidan farq qiladi. Mana bunday lablar oldinga bizani cho'chchayib talaffuz qilish deymiz. Oldingi qismiga mana shunday chiqadi. Vav harfining mahraji mana shu fa harfiga bizda juda ko'p almashtirib, ya'ni mahrajlarda almashtirib o'qilinadi. F ni joyidan v ni o'qiymiz bizda o'zbeklarda. Chunki f deganda v, f bizda ajratilmaydi. Lekin arab tilidagi vav harfi mana bunday lablar oldingi qismiga ozgina chiqarilishini hisobiga talaffuz qilinadi. Bu oldingi tomondan ko'rinishi lablar oldingi qismiga bo'rtib chiqadi. Bizda cho'chayib chiqadi deymiz. Mana shu bo'rtib chiqishi hisobiga vav talaffuz qilinadi. Uchala holatda ham va, vi, vu deganda ham mana shunday lablar oldingi qismiga chiqib, kirib talaffuz qilinadi. F ni joyidan talaffuz qilinmaydi. Tishni oldingi qismini bu yerga olib kelib va, vi, vu o'qilinmaydi. Agar mana shunday o'qiydigan bo'lsangiz qalqala tushib qoladi vav harfiga. Shundan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Agar vav harfida qalqala tushirib turgan bo'lsangiz, f ni joyidan talaffuz qilyapsiz degani. Ba harfini talaffuzida bizda muammo bo'lmaydi. Bu ikki lablar ba, bi, bu, ab. Qalqalalar mavzusini alohida o'tib tushuntirib beraman sifatlar mavzusida. Keyingi harfimiz bu mim harfi. Bu harfda ham bizda muammo bo'lmaydi. Mim harfini mahrajida faqat mahraj jihatdan aytib o'tib ketamiz. Bu ikki lablar va dimog'. Mahraj jihatdan aytib o'tib ketaman. Ikki lablar va dimog'. Ma, mi, mu. Harflar mahraji mana shu qism. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, biz 17 ta mahraj o'rgangan bo'lsak, jami harflar soni mana shu tajvidda 29 ta. Ya'ni 29 ta talaffuz qilinadigan harflar. Mahrajlar soni harflar sonidan kam. Bularda 29 tani har birini o'zini holatda o'qib talaffuz qilish uchun endi sifatlar bo'limini, sifatlar mavzusini o'rganishimiz kerak. Agar sifatlar yaxshi o'rganiladigan bo'lsa, harflar bir-biridan alohida chiroyli holatda ajrab chiqadi. Va keyingi darsimiz mana shu harflar sifatlari to'g'risida bo'ladi. Mana shu birinchi, ikkinchi darslar ko'proq nazariy qismga o'xshabroq ketadi. Ozgina zerikarlik o'xshab tuyulishi mumkin va buni keyinchalik farqini, foydasini o'zingiz ko'rasiz. Bular kerakli mavzular. Shuning uchun tashlab o'tib ketmadik. Va undan keyingi darslarda ko'proq amaliy qismlar, aniq sodda usullar bo'ladi. Bunaqangi ko'p cho'ziladigan nazariy qismlar bo'lmaydi. Qandaydir savollaring, tushunmagan joylaring bo'ladigan bo'lsa, kommentda qoldirishlaring mumkin yoki shu Telegramdagi botga yozishlaring mumkin. Javob berib, tushuntirib o'tib ketishga harakat qilamiz inshaalloh. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.